Bu miqdorda shakar yeyishimiz bizani qonimizdagi glyukozani juda ham tezlik bilan oshishiga olib keladi va bu o'z navbatida bizga to'qlik hissini beradi. Oilalarimizni ovqatdan oldin shirinlik yemagan, ishtaxing bo'g'ib qo'yasan deb aytishgan paytligida aynan shu jarayon ketayotgan bo'ladi. Lekin organizmimiz uchun bu keragidan ham ortiqcha shakar. Uni zudlik bilan kamaytirish uchun bizning miyamiz oshqozon osti beziga signal yuboradi. Qonda glyukoza juda ham baland, uni zudlik bilan tushirish kerak degan. Va bu signalga javoban oshqozon osti bezi endi insulin gormonini ishlab chiqarishni boshlaydi. Insulin gormoni bo'lsa, qondagi glyukozani bitta ham qoldirmasdan hammasini yig'ib olib, hujayralar ichiga olib kirib qo'yadi. Bu jarayonni siz osonroq tasavvur qilishingiz uchun buni maktab misolida tushuntirsa bo'ladi. Tasavvur qiling, maktab bu bizning tanamiz, ya'ni organizmimiz. Maktabning koridorlari esa bu qon tomirlari. Maktab o'quvchilari bu qondagi glyukozalar. Insulin esa bu maktab direktori. Xuddi direktor o'quvchilarni koridorda yurishini yoqtirmagandek, insulin ham glyukozani qon tomirida juda ham ko'p yurishini yomon ko'radi. Shuning uchun ham xuddi direktor bolalarni darsxonalarga kirgizib yuborgandek, insulin ham hamma glyukozani hujayralar ichiga, asosan yog' hujayralar, muskul hujayralar va jigar hujayralarining ichiga haydab kirgizib yuboradi. Bu joylarda esa shakar xuddiki zaxira sifatida saqlanadi. Aslida bu zaxiralar ishlatilib yuborilishi kerak, lekin kam harakatlik va ko'p ovqat yeyish natijasida bu zaxiralar ishlatilmaydi va vaqt o'tgan sari ular yog' ko'rinishida teri ostida yig'ilib boradi va o'z-o'zidan keyinchalik bu semizlik kasalligiga olib keladi. Shuning uchun ham agar e'tibor bergan bo'lsangiz, aynan semiz odamlarda keyinchalik diabet kasalligi yuzaga keladi.